Hayot qiziqda. Muloyim bo'lsang, latta ekan deydiganlar topiladi. Qattiqqo'l bo'lsang, bemehr bag'ri toshga chiqarishadi. Ilmdan gapirsang, amal ham qilish kerak deyishadi. Amal qilsang oldin yaxshilab o'rgan deyishadi. Maqtasang yaxshi bo'lasan, lekin tanqid qilsangchi, ich qora yomon bo'lasan. Haqni gapirsang, hozir o'rin emas deyishadi. Indamasang qo'rqoqqa chiqarishadi. Boy bo'lsang haromdan topgan, kambag'al bo'lsang esa dangasa bo'lasan. Odamlar shunday birodar. Ular baribir gapirishadi. Ammo musulmon odam bunga aldanmaydi. Sen faqat seni yaratganni rozi qilishga urin. Senga haqiqiy bahoni u qo'yadi.